turli sohalardan yig'ilgan 12 nafar yigit-qizlar nufuzli kompaniyaga katta maoshli lavozim uchun kuch sinash maqsadida bir nuqtada jamlanishgan. Men tanlasam raqibni eng zo'rini tanlayman. O'zi ambasador nimaligini bilasizmi? 20 yildan beri mamlakatimizda o'z o'rnini yo'qotmagan Paynet shirkati o'ziga ambasador tanlamoqchi. Bu 20 yillik kompaniya, o'yinchoq kompaniya emas. Ambasador bu kompaniya manfaatlarini himoyalovchi, uni mijozlari va raqobatchilari oldida munosib talqin qiluvchi, nufuzli tadbirlarda shirkat nomidan nutq so'zlovchi ramziy qiyofa. No, у нас время мало. Jiddiy lavozim uchun shartnomadagi maoshdan tashqari 150 million so'm pul mukofoti ham taklif etilgan. 150 million so'm o'rtoqlar. To'xtanglar, stop. Mehnatsiz hech narsaga erishib bo'lmaydi. Atrofingizda o'z yo'lini topgan odamlar bo'lsa, siz o'sarkansiz. Bu shunchaki ofis hayoti emas. Sen uylanishing kerak, sen hech kim emassan, u тебя mashina neti, domi neti. Mutaxassis bo'lishni xohlasanglar, tanqidlarni to'g'ri qabul qilishinglar kerak nazarimda. Omadli bo'lishning o'zi yetarli emas. Zamonaviy mutaxassisga aylanish yo'lidagi barcha qiyinchiliklardan kim omon qoladi? Kim o'z bilim va imkoniyatlarini maksimal ishga sola oladi? Kim tuzoqlarga aldanadi va kim o'zini charxlay oladi? Sinov muddatida ko'rinadi. Men buni faqat kinolarda ko'rganman. Qo'pol qilib aytganda, bu Shavkat xolasini uyi emas. Atmosfera дерзкий. Katta bino. Hamma jim, hamma спокойный. Вообще ужастик. Прям вот я думала, что это там квест bo'ladi, nimadir bo'ladi, mana shunaqa deb o'yladim, to'g'risini aytsam. Tunda sizlar uchun maxsus shart tayyorlangan. Ofisni hududidan chiqib ketdik. Mana nihoyat. Bugungi kunda va umuman davrlar davomida o'zini oqlagan va hech ham yutqazishga yo'l qo'ymaydigan investitsiya nima? Bilim, aql. Agarda moliyaviy tomonlama tikish kerak bo'lsa-chi? Hozirgi kunda bu kriptovalyuta Bitcoin mashhurlardan bittasi. Kriptovalyuta Bitcoinga ham 100% ishonsa bo'ladimi? Yo'q, bu tendensiya bilan bog'liq. Bozordagi balansni ushlash kerak. Narxi tushmaydigan boshqa variantlar yo'qmi sizda? Marhamat. Tilla. Tilla. Sulton, tilla degan taklifga qanday qaraysiz? Umuman qo'shilmayman, chunki tilladan qimmat nodir metallar bor dunyoda, lekin u bizgacha xalqqa berilmagan. Tilla bozorda tushib ketishi mumkin, chunki undan keyingi metallar odamlarga taqdim etilsa. Sodda xalqigina aytdim-da, men tilla. Hamma investitsiya qila oladigan narsa bu tilla. Tushunarli. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, Sulton, siz tilla zavodda ishlagan ekansiz. Ha, O'zbekiston O'rta Osiyodagi eng katta tilla zavodi hisoblangan. Nima ish qilgansiz u yerda? U yerda marketing bo'yicha marketolog bo'lib ishlaganman. Yuqori klassifikatsiyadagi kompaniya bo'lgan. Tushunarli. Qo'limda Paynet aksiyadorlik jamiyatining 20 yilligiga bag'ishlab maxsus ishlab chiqarilgan tilla quymalar. Bu ikkita bo'lishi kerak edi. Buning ikkinchisini esa bugungi shartda g'olib bo'lgan ishtirokchi mana shu seyfdan olib berish kerak bo'ladi. Tilla ekan rostdan. Mana quyma tillarni birinchi marta ko'rishim. Men kinolarda o'sha aytilgan nima filmlarda katta-katta ko'raman, bunaqa kichkina endi ko'rish. Sizlardan talab qilinadigani mana shu bochkalar yordamida siz ularni balon sifatida ishlatasiz. Qo'lingiz esa yuqorida ilingan arqonda bo'ladi. Kim tezkorlik bilan vaqt bo'yicha eng tez bu shartni bajargan ishtirokchiga seyf kaliti beriladi. Seyf ichidan esa tilla quymani olish kerak. G'olib bo'lgan ishtirokchiga maxsus tuhfamiz bor. Aristokratlar o'yini nima, Ibrohim? Aristokratlar. Shaxmat. Yana badavlat, aristokrat insonlar nima bilan shug'ullanishini nahotki bilmasangiz? Shug'ullanadigani golf, tomosha qiladigani tennis. To'ppa-to'g'ri, aynan golf mavzusida savol berdim. Siz mana shu shartda g'olib bo'lsangiz, men sizga golf chiptasini beraman. Siz esa sinov muddatida
hozirgacha ishtirok etgan yoki amalda ishtirok etayotgan 4 ta do'stingiz bilan golfga borib maroqli vaqt o'tkazishingiz mumkin. Bu shartni kim tez bajarsa, ana shu g'olib bo'ladi. Hayotda, faoliyatda muvozanatni qanday saqlash kerakligini aqlan tushunishingiz kerak bo'ladi. Ish olamidagi odamlar uchun sal qiyin shaxsiy hayot bilan balansni, muvozanatni ushlab turish, o'shaning uchun ham bu juda ham kerakli narsa. Demak, Madinadan boshlaymiz. Marhamat. The task was a little bit difficult because it was breathtaking. It involves your energy and you also have to find how to balance. Qizlarda aynan mana shu jihat tezkorlik kuchliroq, chunki endi ixcham qomatli deylik yoki ular tezkor fikrlaydi. Bizda hozir aynan energiyaga boy, emotsional qizlar qolgan. 3, 2, keta! Давай, давай, Madina, давай, давай, давай. Qo'llab qo'llab turinglar. Давай, давай. Tezlashamiz. Давай, давай. Ana shu nuqtadan vaqt ketyapti, tezlashamiz. Nafas olib. Tezlashamiz Madina. Sekin, sekin. Qaytaring orqaga qaytaring. Madinada ko'rdik, qiyinchiliklar bo'ldi. Mardlarcha chiqib berdilar, qiz bolalardan birinchi bo'lib. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Давай, sekin. Madina, давай. Sekin, sekin. Sekin, sekin, давай, давай. Madinaga suv bering, tez yordam kerak. Ekstremal degan so'z borda, ya'ni unga ziyon kelishi mumkin, lat yeb qolishi mumkin. Kaskasi tushib ketdi boshidagi, baribir men joni bor joyda men o'zim usholmayman. Sekin, sekin, shoshma. Yaxshi, yaxshi. Orientir. Madina, Madina. Yaxshi. Uy, qaysi? Sekin. Давай, Madina, давай, ehtiyot Yo'q, bo'ling. yana harakatlanamiz. Ehtiyot bo'ling. Давай, bo'l o'z chumoldik. Ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ling. Madina muvozanatni usholmayapsiz. Arqon yumshoq ekan. Madina muvozanat ushlayapsan sen. Давай, bos. Madina. Astoydil, Madina birinchi o'rinda bizaga yo'lni tropinku protoptala deydi. O'sha ular o'tib berganlari tufayli zaslujeni, lekin respekt. Birinchi bo'lganing uchun qiynalyapsan. Shoshma. Madina. Yana bayroqqacha. Yana. Bo'ldi. Yana ozgina. Давай, Madina, Oz давай. qoldi. Yaxshi. Давай, красавица. Yiqilib yetib keldi. Men boshdan ham aytganman, hozir ham aytaman. Madina единственная девушка, которой я болею за нее. И Madina yutish kerak. Madina вот физически и морально kuchli qiz. Tayyormisiz? Yes. Ketdi. Sultan. Давай. Yaxshi. Let's clap, guys. Sultan, Sultan, давай. Yaxshi. Ketdi. Осторожно, осторожно. Hammaga переживать qildim. Hattoki ishoning, Sultonaliga ham переживать qildim. Давай, давай, давай. Давай, ozgina qoldi. Давай, давай. Давай, давай. Bo'l tugadi. Ozgina, ozgina. Давай, давай, давай. Молодец, Sultan, молодец. Вот, mana senga. Вот. Zo'r. Bo'ldimi? Stop, Sulton. 19 marta dumalab ketganingizni hisobga olmaganda yaxshi. Da, juda ham qiziq bo'ldi, chunki bu men uchun yangi испытание. Oldin bunaqa ekstremda qilib ko'rmaganman. Просто tavakkal shunaqa chiqdim. Menga erkin ishlash yoqdi bu safar. Tayyormisiz? 3, 2, ketdi. Давай, gaz, gaz. Давай. Zo'r, давай, Asad. Pik qo'llab. Sekin. Okey. Yordamlashinglar, iltimos. Okey, нет. Hop, rahmat. Arqonni juda to'g'ri ushladilar. Men kuzatdim, chunki ulardan oldin yana 3 ta ishtirokchi bor edilar. Muvozanatni yo'qotish bo'ldi, lekin aslida shu narsa kamroq ko'zga tashlandi. Yaxshi. Ehtiyot bo'lib. Молодец. Давай, Asad. Zo'r. Super. Shoshma, zo'r. Akkuratно. Ip qo'yvorma. Bravo. Asal осторожно. Hozir bilinmaydi, u qizib turgan holat. Ertasigacha sovigandan keyin, bitta uxlab turgandan keyin
Asal yedirib tasha, davay. Asalina, davay. Ozgina 2 qadam. I think today I was worried about Asal because I think she fell so many times. Чума, просто man yiqildim, yana yiqildim, yana yiqildim. Но в жизни не бывает без падений, deyishadi-yu. Golf xachava bor bizada. Asal taklif qilsa. Asal yutmaydi. Asal yiqilib tushdi-ku, ancha. Vaqt ketdi. Davay omad. Tayyormisiz? Tayyorman. 3, 2, vaqt ketdi. Men harakat qilaman. Bu loyiha davomida ham, hayotda ham ko'proq amaliyotda o'zimni ko'rsatishga. Sekin, sekin, sekin. Come on. Aha, bu normal. Ip bor. Pastroq bo'ling, Tezlashamiz. Rostdan, men raqiblarimga mehribonligim endi sezdinglarmi? Yo'q, lekin men aslida to'g'ri ishda talabchanman, ishda sal qo'polroqman, ishda sal derskiroqman, lekin hayotda insoniy jihatdan men juda ham mehribonman. Boyagida ishlang. 10 gulingizdan hali 1 gulingiz ochilmagan. Yiqilib ketishni ko'paytirmang. Давай, bro. Yes. Мужик! Держись, чувак, держись! Цена здесь твоя жизнь! Спокойно, qadam. Oz qoldi, tezlashamiz. Все хорошо! Yiqilayotganda bosh tegayotdi-da, o'sha yerga. Men uchun juda ham qo'rqinchli bu holatlar, chunki men o'sha lat yeyish, yiqilishdan juda ham qo'rqaman. Молодец! Lekin 6 marta yiqildim. Shu menga yiqilish ko'proq yana qaytib turishga olov bo'ldi ichimda. Tur, tezroq bo'lishing kerak, tezroq maraga yetishing kerak. Men har yiqilganimda yana energiya oldim, bilmadim. Tayyormisiz? Tayyor. 3, 2, ketdi. Давай, Gabi. Давай, Gabi. Gabriel. Sekin, ehtiyot bo'lib. Gabi, давай. Ничего? Все нормально? Да. Hamma shoshdi. Men qayta aytdim, hech kim meni eshitmadi. Hammasiga aytaman, shoshma. Har qanday narsada, u ishmi, u hayotmi, umuman har qanday narsada shoshish eng ko'p xato qilishga sababchi bo'ladigan narsa bo'ladi. Oy. Давай, Gabi. Sportsmen shunaqa botgan bo'lsa, men hozir o'zimni tasavvur qilyapman. Water, suv bor. It was a little bit difficult, I guess. Men Atenadan oxiri bordim. Albatta, har bitta narsada strategiya bo'ladi. Men ularni ko'rib, qanaqa borishimni oldindan strategiya qilib tayyorlab bordim. Har bitta ishtirokchida bitta narsa o'rgandim. 3, 2, ketdi. Yaxshi. Qattiqroq torting. Qo'lingizni yo'rib oling. Mani kim ketmaydi, sochilib yordam bermasanglar. Yo'q. Rahmat. Qo'yib yubormayapti. В любом случае. Nabar oldi. Все хорошо, красотка. Давай. Красотка. Nahotki shu shart orqali haydalib kelsangiz. Yo'q. Nimaga yiqilgani ham yo'q, muvozanatni cho'tki saqlayapti. Давай. Oz qoldi. Давай, Simur. Tezlashamiz, ozgina qoldi. Vaqtingiz bo'ldi. Tezlashma, все хорошо идет. Qoldi, 1 metr ozgina, давай. Nimalang? Bir marta ham yiqilmadi. Zo'r. Meni asosiy maqsadim ham tez borish emas edi. Meni maqsadim o'sha arqonda yiqilmaslik edi. Chunki nozukmanda yiqilib tushsam. Qaytib turdim. Упал, но не упал, вставай, не bududay, da buday. Что там? Просто turish kerak, boshdan qilish kerak. Misol uchun nima bo'ladi? Ip chiqib ketdi. Просто tur, yur qilib ket.
ma'nosi qanaqa? Bochkani ustida biz g'ildirak sifatida yurib, finishgacha borishimiz kerak edi. Bu bizani hayotdagi ish, hayot, любой narsa o'rtasidagi balansni ushlash uchun, muvozanatni ushlab qolish uchun. Men uchun ham birinchi o'rinda bu deyolmayman. Oilani ham erkak kishi har doim ishlash kerak, uyda bo'lmaslik kerak. O'shaning uchun teng anaqada ushlab turish kerak. Asal, Asal. bormi og'riq? Ha, bor, mana. Ko'kartirdingiz. Albatta, jismingiz mana shu shartni sizga eslatadi. Mana bu seyf. Ichida Paynet kompaniyasi 20 yilligi uchun maxsus yasalgan tilla quymalar. Sulton nima deb o'ylaysiz? Yuqori natijaga yigitlar erishdimi yoki qizlar? Qizlar, menimcha Asal. Chunki bizga muvozanat ushlash shart, lekin tezligi birinchi muhim dedi. Yiqilmasligi yaxshi, yiqilib qayta turish undan ham yaxshi. O'shaning uchun men Asal deb o'ylayapman. Asal sizchi? Men o'sha yerda muvozanatni saqlashni ko'proq eshitdim. Tezlikka harakat qilib, muvozanatni o'ylamay qoldim ozgina. Shuning uchun mening fikrimcha Sinur yutdi bu shartda. Sezyapsizmi, loyiha doirasida kamtarlashyapsiz? Men har doim shunaqa edim, prosta siz bilan shunaqa o'yin qilay dedim-da. Tushunarli. Sinur, siz nimaga jimsiz? So'z navbati bermadingiz-ku? Navbat sizga, siz Rahmat. navbat so'ramasdingiz-ku. Nельзя так. Yaxshi, ancha, demak, Sizga moslashdik. rivojlandinglar. Loyiha doirasida. A nuqtadan B nuqtaga kim tezkorligini ko'rsatib borsa, o'sha shartda g'olib bo'lishi e'lon qilingan edi. 3 daqiqa-yu 10 soniya bilan Madina. Nida birinchi bo'lish qiyin. Bizga o'tib berdilar shunday yo'lni. Bu katta. Protaptava дорожка. Xo'p, 2 daqiqa-yu 31 soniya. Sulton. 2 daqiqa-yu 7 soniya Gabriel. Kim aytsa bundoq qarab qo'yamiz. 2 daqiqa-yu 1 soniya Sinur. 1 daqiqa-yu 59 soniya Ibrohim. Ibrohim va 1 daqiqa-yu 57 soniya Asal. Bitta joyda yutib chiqdimmi? Bitta joyda Ben yuribman deganda kachirochi. yutganim ham tushunmay qoldim. Yutdimmi yo'qmi deb oxirigacha ishonishim yo'q. Har bir sinovda yiqilib, qayerdadir qoqilib, qoqilib ketyapman-da, zo'rg'a bunday tishlarim bilan bunday turmashib chiqayotgandek bo'laman-da. A bu yerda yutdingiz deyishdi. Deb xursand bo'lganim ham yo'q menimcha, to'g'risi. Tezlik bor asalda. To'g'ri, muvozanat saqlolmadi, ozgincha yiqilib ham tushdi, arqonni ham qo'yib yubordi, lekin qarang, bu xatolar chaqqonligi evaziga yopilib ketdi. Asal menga yaxshi raqobatchi. Bu yerda hamma o'sha raqobatchilar qolgan menga. Asal Haris bilan yutib ketish mumkin. Asal bugun даже farzandini mazasi yo'q edi. Farzandini mazasi bo'lmagan holatda ham hech kimga bildirmasdan shartda birinchi o'rinni ham oldi. Bu hammani ham qo'lidan, irodasidan kelmaydi. To'g'risi, men shundan keyin Asalga bo'lgan fikrim o'zgardi. Babachka воздушный. Qizim ham 1,5 yosh. Qayt qilib, kechasi bilan qayt qilgan, bugun yana qaytarildi. Shu nima bo'lganini tushunmay qoldim. Masalan uchun doktorga olib borishdi, Xudoga shukr, xo'jayinim baxtlari bor. Shunga men anaqa ozgina shartga nastroyim g'alatiroq bo'ldi. Shartgacha bo'lmay qoldi-da, lekin cho'ma men o'tda bo'lsam ham yordam bera olmayman baribir ham shu achomlashga otasi ham achomlaydi. Dorisini berishga adasi ham dori bera oladi. То есть adasi ada sifatida незаменимый человек. Поддержка beradigan odam birinchi o'rinda xo'jayinim bo'ladi. Yo millatlari rus, tatar aralash. Men ham metiskaman. Adam tarafdan o'zbekchaman, onam taraflaridan rus, tatar, uyg'ur. Aralash. Birinchidan erkak kishi ayoliga bor ishlagin deb o'zini ustidan ishlashni to'xtatib qo'ymasligini men hurmat qilaman. Misol uchun ko'pchilik erkak kishilar rashk qiladi. Voy, bu yerda ishlasa erkak qariydi, boshqasi deyshadi. Lekin men uchun bir-biriga daveriya bo'lsa, hurmat bo'lsa, ishonch bo'lsa, bu narsani o'ylash kerak emas. Rashk bizadi men uchun отношенияni. Yaxshigina anaqa treshini beradi. 2018-yildan birgamiz, ishonch bor. 2 farzand, o'g'il qiz. O'g'lim katta. Kecha o'g'lim kutyapti-da, kecha kech keldim, soat 11da keldim. Uxlamasdan meni kutgan ekan. "Mama, ты пришла" deb kutib, ochomlab. Вот что с тобой делать надо? Играть со мной. А еще? Мне надо обнимать, поцеловать щечку. Qizim keldi, achomladi, ketdi. Uni so'ng payti keldi, so'nchasi ketdi. O'g'lim bilan men
yuvinib, taranib, uydagi ishlarni qilib, там разбросать o'yinchoqlar, har doim o'yinchoqlar uyda yotgan bo'ladi. Uni yig'ishtirib, Спонсор моей возможности сегодня поработать это, конечно же, бабуля. Но зато дети. Папа и BBC. Папа. qadama-qadam yuribdi-da, mama, ты знаешь, deb uni gapirib beradi, buni gapirib beradi. Gapi tugamasdan mama, я соскучился deydi. Сына, мороженку пришли кушать. Гуляем с тобой? Ayol kishini zimmasida ishlayman desa ham ish turadi, ham uy ishlari turadi. Eplash mumkin, lekin bu narsa qiyin beriladi. Lekin xohlasangiz, xohlamasangiz bu narsani qilaverasiz. Zimmangizga tushdimi bo'ldi, qilaverasiz. Charchoq bilinadi, lekin ishingizda qanaqadir anaqalarga erishsangiz, o'sha energiya berib quvvat beradi. Uydagi ishlaringiz bu bitta bu narsa kerak bo'lgan ish. Hozir menda qanaqa cho'sti? Hozir men charchadim, to'g'risi. Charchoq bilinyapti, men qo'limdagi og'riq sezilyapti. Endi Eslatib o'tamiz. Qo'limda 20 grammlik tilla quyma. Seyf ichida esa 50 grammlik tilla quyma. Seyf kalitini men Asalga beraman. Asal, marhamat qilib seyfni ochsangiz. ключи от машины не подаришь, да? Keyingi safar. Hozir. Zo'r ekan, lekin ajoyib ekan. Odamlar pul to'plash uchun finansirovaniyani shu plitkaga qo'yishsa qiziq ekan, lekin rostdan. Men buni faqat kinolarda ko'rganman. Bizda bir necha xizmat turlari bor, hech qaysi raqobatchida yo'q. Chet elga pul o'tkazmalari. Bu bank-lovalarda bor. Ikkinchisi kripto. Kripto o'zi umuman yoshlarning orasida ko'p savollar tug'diradigan xizmat. Ko'pchilik bunga qiziqdi boshida, ishladi, keyin noto'g'ri ishlayotganini bildi, noto'g'ri yo'lga kirib qolganini bildi. Bir xil bu jazosini ham oldi bu bo'yicha. Biz hozir aytayotganimiz mana bu to'g'ri ishlash yo'li bizda orqali qilsanglar bo'ladi. Demak, o'sha qonuniy, litsenzioniy, o'sha ishlab sotib olib investitsiya. Bu kriptoni endi ko'plar sarmoya sifatida ko'radi. Haqiqatan ham sarmoya xizmat sifatida ham yuradi. Oson, haqiqatda ishonchli. Bu ham hali hech kimda yo'q. Bozorda hech kimda yo'q. Uchinchisi, endi eski ota-bobolarimizdan qolib ketgan sarmoya turi bu o'sha oltin quymalari. Sof quyma sifatida sotish bu ham sarmoya. Bu ommaviylashib boryapti deb ayta olaman. Sababi bugungi kunda odamlar tomonidan bu xizmatga talab bor. Sarmoya sifatida, investitsiya sifatida tilla o'sha maxsus quyilmalarini olishligi mumkin. Uni ham oltinning narxi kundan kunga oshyapti hozir. Uni ham bir xalqimizga yetkazib beramiz. Bu ham hech kimda yo'q. Banklarda bor, lekin banklarda bor xizmat turi sal farq qiladi. U raqamli oltin hisoblanadi. Sizning hisob raqamingizda turadi. Buni siz bemalol o'sha qo'lingizga olib ko'rib yoki o'zingiz saqlasangiz bo'ladi yoki xuddi shunaqa bankda saqlab narxi oshganda yana sotib olib bemalol, chunki sotib olish majburiyati bilan bor. Faqat sotilmaydi, sotib olib olinadi. O'shaning uchun sarmoya deyilyapti. Asrlar davomida doim tilla nima deydi, investitsiya sifatida ko'rib kelgan. Mana endi buni yangi platformada, yangi formatda taklif qilib boramiz. Sinyak. Olgan jarohatlaringizga arziydi o'rtoqlar. Oranglarda bormi shunaqasi tilla quymani ko'rmaganlar? Men ko'rmaganman. Endi yo'q. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Multikda kattarog'i shekilli. Agarda multikda, kinolarda u kattaroq bo'ladi, lekin bu 999% karati. Bu narsani qizlar yaxshiroq tushunadi. Bu Paynet tomonidan 20 yillik bayramga ishlab chiqarilgan maxsus tuhfa. Hurmatli turmush o'rtog'im. Xuddi shu ko'rganingizdek shunaqa to'rbacha necha karat bo'lganda? 50 karat. Katta karatli mana shuncha to'rbachada tug'ilgan kunimga sovg'a qilishingizni so'rab qolaman. Loyiha doirasida g'olib bo'lsangiz, sizga 150 million beriladi va mana shunday tilla tangalarni bir nechtasini sotib olish mumkin. Bu kelajak uchun haqiqiy real investitsiya. Bugungi shart g'olibi Asal sizni demak maxsus sovg'a kutyapti. Bu aristokratlar va nufuzli insonlarning sevimli mashg'uloti bo'lgan golf o'yini. Yutgan odamga ichidagi oltinni bersangiz zo'r bo'lardi lekin. Golfdan ko'ra deganda. Lekin bitta narsa aytay, golfda ko'p narsa olish mumkin. Agar siz realni biznes odam bo'lsangiz, golfga borsangiz, networking bo'ti birinchi o'rinda. O'tda
aytilganda realno высокий слой boradi. Biznesmenlar o'zini hurmat qilgan aristokratlar boradi. O'shanda networking ushlab olsa, o'zi zo'r ishlaydi. Bunaqa oltindan ko'pini olsa bo'ladi demoqchiman. Bitta talabim bor faqat. Siz mana shu shartni qoniqarli bajarishingizda Madinani ishtiroki juda ham yuqori bo'ldi. 4 ta do'stingiz safiga Madinani qo'shasiz degan umidim bor. O'ylab ko'raman. Конечно, qo'shamiz. Tanlov sizda. Xafa bo'lish yo'q, maylimi? Pozitivniy nastroy olish kerak. Yoqmagan odamlar bilan qanaqa pozitivniy nastroy olasiz? Kim? SMS-da yozib borsam bo'lmaydimi? Yo'q, hozir aytishingiz kerak. Sotsial taklifda. Xo'p, Madina точно. Madina siz o'xshamasdan. Aha. Madina birinchi o'rin o'tib bergan sifatida rolda ham birinchi o'rinda kelardi. Yana 3 ta. Manimcha Amirxon tiqib o'tgan. Menimcha asl men taklif qilmasdi. Вы мне не друзья, не друзья. Men Guseyni chaqirardim. Guseyn. Ulug'bekni chaqirardim. Aha. Va Sinur bilan boramiz. Ha? Sinur bilan boramiz. Sinur. 4 ta. Agar men g'olib bo'lganimda, o'zimdan tashqari mana shu qolgan 5 ta ishtirokchini hammasini golfga yuborgan bo'lardim. Hozir ужин. Rahmat. Простите, что не обижайтесь, ладно, без обид. На девчачий круг будет. Men golfga borgim kelmayapti, bormayman. Samimiy tuyulmadi qanaqadir. 6 kishi qoldingmi? Yarmi chopildi. ishtirokchilar shartdan shartga kamayib boryapti. Men o'zimning o'rnimni finalda ko'ryapman va nimaga deganda bu yoqda har bitta inson o'zi bilan raqobat qilishi kerak. Ya'ni har bitta shartdan shartga o'sib borish kerak. Men oldimga shunaqa vazifa qo'yganman. Bitta narsa aytaymi? Yaxshi ot keyinroq chopadi. Biz keyinroq chopamiz. Bu doirada biz bugun hech qanday raqobat kayfiyatida emas, chin samimiy fikrlarimizni aytadigan doiradamiz. Bilmadim. Menimcha hozir ishtirokchilarning ruhiy holatini va potensial raqiblarini bilib olishmoqchi bo'lishdi bu orqali. Hozir Gulxanni yoqaman va men shu loyihada kuzatib, o'rganib, tahlil qilib, analiz qilib, shu loyihada g'olib bo'lishga, final ishtirokchisi bo'lishga munosib deb bilgan ishtirokchiga topshiraman. Ishtirokchidan biriga topshirganimdan keyin u keyingi Gulxanni topshiradigan do'sti haqidagi samimiy fikrlarni bildirib, keyingi ishtirokchiga topshiradi. Oxirgi 5-ishtirokchi, oxiri kim bo'ladi? Shu 5-ishtirokchiga Gulxan qo'liga teggandan keyin Hal qiladi. Chiqib ketishini emas. Prosta oxirida qolgan Shunchaki loyihada ko'proq kim qolishga munosibligini shu orqali bilib olamiz. Shart yaxshi emas, podstava qilinganim deb o'yladim. Menimcha bu puxta o'ylangan plan deb o'ylayman. Olov yoqishlarni ham aytishmayapti-da shu alamlisi. Haychali shu olov yoqishlarni aytsin oldindan. O'ylab olaylik, chuvstva qilib olaylik. Yoqsam bo'ladimi? Tayyormisiz? Bekor yoningizga turolmanda. Wow. Biz juda katta mas'uliyatli vazifani, katta ishni, katta jarayonni bosib o'tdik. Men ushbu Gulxanni o'zini hammadan ko'ra nisbatan ko'proq ko'rsata olgan, mas'uliyatli, samimiy, do'st bo'lishga munosib, kompetent borasida, ishdagi mas'uliyat borasida ko'pchilikka namuna bo'la oladigan, kreativ, ijodkorona kayfiyatdagi bir ishtirokchiga bermoqchiman. Va meni tanlovim Sulton. To'g'risi aytsam, menga bersarim bildim. Chunki o'zimni energetikamni qotgan yo'nalishlarimni bilib turgan edim. Xo'p, demak, ular shunaqa o'ylarkanlar. Adaddoshlar, men chunki boshidan ham Sultonni kuchli taraflarini bilganman, ko'rganman, o'zim ham aytganman, raqobatchi bo'lib kuchli-uchlikda Sultonni ko'raman deb aytganman. Men sizchalik ko'p ayta olmayman mashallah deb. Menchalik ko'p gapirish shart emas. Rahmat birinchidan ishonch uchun. Men uchun juda ham qadrli. Aytmoqchimanki, bu proyektda mendan tashqari qolish kerak bo'lgan bitta inson bor. Men buni birinchi kunni Lyuboy intervyuda ham aytganman. Lyuboy etapda bu biz уже do'st bo'lishga ulgurdik. Bu Madina. Madina не только сильная и умная, она
psixologически juda ham kuchli qiz. Mana shu yerdagi любой odamni kerak bo'lsa, metin irodasi bilan joyiga o'tkazdirib qo'yadigan qiz kerak bo'lsa. Madina aytolmani boshqa qizlardan ko'ra emotsionalni kuchli, o'zini har doim ushlab tura oladi, baqirib chaqirmaydi. Fizически ham kuchli hammasidan. Ana единственная соперница для меня. Gap bo'lishi mumkin emas. Marhamat, topshirishingiz mumkin. Voy. Madina, so'z sizga. Shu olov yongani kabi ko'rsatuvni oxirigacha yonib qoluvchi, o'zini intellektual qarashlari bilan qanday bo'lsa hozirgacha o'shanday qolgan, men hurmat qiladigan insonlardan bir kishi, yana bir kishi to'g'rirog'i Ibrohim. Aliga bermoqchidim, boshqa variantim yo'q edi, Ibrohimga berdim. Variantim yo'qligi uchun, faqat hurmat qilganim uchun. Variant sifatida emas, raqobatda sifatida emas. Men bu loyihada doirasida kelganimdan beri o'zini pozitivligi, quvnoqligi bilan jamoaga o'zgacha ruh berib olgan. Men hisoblayman, hali o'zini potensialini umuman to'liq ochib bera olmagan, lekin qo'lidan juda ham ko'p narsa keladigan, boshqalardan ajralib turishi xususiyatlarini kelib chiqib aytaman. Juda ham o'zini xulq-atvori bilan go'zal ishtirokchi va men xohlardimki ushbu ishtirokchi o'zini potensialini to'liq namoyon eta olishini. Hali undan birini ham ochib bera olmadi, lekin uni qo'lidan ko'p narsa keladi va finalda ham o'zini ko'rsata oladi o'ylaymanki. Bu ishtirokchi Asal. Asal. Спасибо, bro. Asal. Men sizni eshitgim kelyapti. Men hozir g'alati ощущениеdaman, g'alati hissiyotlardaman. Chunki qaysi odamga yoqmaydi? Oxirida yetib finalda sizni ko'raman deganda rostdan ham anaqa zadela duшу. Lekin endi o'zimni aybdor deb o'ylayman, golfga ularni chaqirmaganimga. Sizda hal qiluvchi nuqta. Voy. Deylik, men kuchli ishtirokchiga bermagan bo'lsam, deylik men yoki boshqa ishtirokchi, bu degani qolgan ishtirokchilar kuchsiz degani emas. Bu yerda aynan topshirilgan ishtirokchining reaksiyasi qiziq edi bizga. Asal bilan ro'yxatdan tashqarida, ya'ni umuman kundalik hayotda gaplashganda ham uni samimiyligiga shubham uncha yo'q. Shu uchun o'ylaymanki, Asal keyingi shartlarda final yaqinlashyapti. Finalga yaqin shartlarda o'zini ko'rsatsa juda yaxshi bo'lardi. Ну как, boshidan aytganman mana intervyuda, haligi hamon shu fikrda qolaman. Mening fikrimcha, birinchi bo'lib men uchun raqobatchi bo'lgan va o'zini har tomonlama ko'rsatib, o'zini tuta oladigan, o'zim uchun raqobatchi deb bilgan odam, kirishidan sezgan odam bu men uchun Sinur edi. Rahmat. Ketyapti shartma shart ko'raman, baribir ham men uchun imенно ambasadorlikka, imенно finalda ko'radigan odamim Sinur. Boshidan shu fikrda edim, hozir ham shu fikrdaman, chunki uni qobiliyati, uni mahorati meni, men tan beraman bu narsaga, to'g'risi. Sezdim, ancha-muncha odamni cho'chitib yuborganimni va raqobatni qabul qiladigan odamlar kimligini ham bilib oldim. Bu shart uchun katta rahmat hammaga. Men boshqa narsa kutgandim, boshqa narsa bo'lib ketdi. Ancha-muncha maska ochildi men uchun. Men juda ko'p narsani tushunib oldim hozir. Ajoyib. Agar men nimadir degan bo'lsam, sababli aytganman hamma narsani. Sinur o'zini ham to'g'ri ozgina kuchli igrok, oxirgi tushganiga menimcha xafa bo'ldi. O'yladi ikkinchi yoki uchinchi tushaman deb o'yladi. Afsuski unga boshqa variant qolmaganligi uchun mashalan berishdi. Yo'q, hamma yoqtiradi. Prosta menimcha hamma to'yib qoldi undan. Adashmasam. Nimadir qilgan bo'lsam, fakt bilan qilganman hamma narsani. Kimnidir dilini ortib qo'ymaganmidingiz? Dil og'ritish bo'yicha keladigan bo'lsa, uzr, bu bog'cha emas u. Men opasi singlisi emasman, hech kimman. Ambasadorlik, xoh bo'lsin pul uchun, lekin to'g'ri, bu kimdirlar bog'cha bo'yin emas deyapti, kimdirlar nimadir emas deyapti, lekin baribir xil любой har qanday ishda insoniyat, samimiylik narsalar birinchi o'rinda turadi. Bu yonayotgan insonni kimdir ko'rsatib qilgandir rol o'ynash emas, bu haqiqat deyildi. Xo'sh. Mashala Gabrielgacha yetib kelgani yo'q. Lekin bu mashalani men Ibrohimga bermoqchi edim. Ibrohimga sizdan oldingi ishtirokchi berdi. Siz pozitsiyangizni tushundik. O'shanda ham Gabriel mashalasiz qolgan bo'lar ekan. Bilasizmi, eng kuchli og'riq qanaqa og'riq? Ignor, ya'ni e'tiborsizlik. Bu degani sizni raqobatchilaringiz sizni finalda ko'rishni istayotgani yo'q. Bunga munosabatingiz qanday? I don't know, but or let me say, I think I'm a very good, strong competitor. I think they see me as strong competitor. That's why it's easy for them to just push me away, and probably because of the
language barrier. So I think that's the reason basically. I say I'm always mentally ready for everything in my mind. Every day has two choices, you win or you lose. But I always want to win. I'm not sad, I'm not offended. It's normal. Но ты не уходишь, ты остаешься, и ты можешь нам всем утереть нос. Yaxshiyamki, bu hal qiluvchi o'yin emas. Ertaga bizni jiddiy shart kutyapti. Maxsus tayyorlangan bosqichda ishonamanki, siz ishonchni oqlaysiz. Xayrli tun barchangizga. Yaxshi dam oling. Xayrli tun. Я думаю, у меня нету ничего сказать вам. Yo'q ko'rmadingiz-da, Zaynur. Sal bor hali. Sal keyinroq. Sizga ishonaman. Hali o'zingizni juda zo'r ko'rsata olasiz. Rahmat, samimiyligingiz uchun rahmat. 100% samimiy. Bu yerda juda ham samimiy joy bo'ladi deb aytishganida, qanaqadir boshqacha xayol keldi, lekin bunaqa bo'lishini umuman tasavvur qilmadim. Prosta men bitta narsa deb o'yladim, balkim noto'g'ri o'ylayotgandirman. Kuzatuvchilar buni bilishadi. Raqibni yuziga tik qarash hammani ham qo'ldan kelmaydi. Endi mana bugun hozirdan jiddiy qarash boshladi. Ana shu olovdan keyin. Lekin bu shart uchun katta rahmat aytmoqchiman sizlarga. Ancha-muncha narsani, tugullarni, savollarni ochib yordinglar. Juda ham xursandman bu narsadan. Prosta men olib kelayotgan analitika, men qurayotganman bu stupenkalarni shunchaki tagidan urdinglar. И всё. Puf yiqildi. Finalga juda oz qoldi. Sulton, balki yetar. Sizlarni shahardan chetga kuzatib boraman. Tushunyapmanki, raqobat kuchli bu yerda. Hamma narsa bepul. Xohlasangiz sizga ham tashlab ketishimiz mumkin. O'tda bor. O'tda bor. Yes, cashback. Hozir kreditim bor. Aha. To'lovlarim bor, ancha to'lovim bor. Aka, foyda zo'r. Menga mana shu dokumentni ko'rsat. Anaqa joyga olib kelishyapti. Aytib o'tishdiki, bu O'rta Osiyoda yagona ekan. O'ylaymanki, epladi. Umumiy jamoani ustidan kulyapsizmi yoki bizni ustimizdan kulyapsizmi? Bu hurmatsizlik. Hozir siz qilgan narsani oddiy tilda ko'zbo'yamachilik deydi. Siz bu loyihani tark etishingiz kerak.